Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan hududlarda gaz quvurlari va tarmoqlarda gaz sizib chiqish holatlarini aniqlash, o'rganish va uni bartaraf etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ma'lumki, tabiiy gaz tarmoqlari izchil tartibda ta'mirlanib, texnik ko'rikdan o'tkazib borilishi zarur. Chunki turli omillar sabab shikast yetishi yoki quvurlar eskirishi tufayli qimmatli energiya resurslari yo'qotilishi mumkin. Shuningdek, bunday holatlarga barham berish maqsadida Samarqand viloyati hududida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hamda hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali mutaxassislari bilan hamkorlikda viloyatdagi jami 9266,9 kilometr gaz quvurlarining 2587,9 kilometr qismi xatlovdan o'tkazilib, 20 ta holatda 47823 kub metr umumiy qiymati 84,7 million so'mlik tabiiy gaz yo'qotilganligi aniqlandi. Yuqoridagi nosozlik holatlari eng ko'p Narpay, Pastarg'om va boshqa tumanlarda qayd etildi. Mazkur aniqlangan kamchiliklarni tez fursatlarda mutaxassislar tomonidan belgilangan talablar asosida bartaraf etish choralari ko'rildi. Shu asnoda aholi istiqomat qilayotgan xonadonlarda yuzaga kelgan gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarga barham berib kelinmoqda. Departament organlari soha mutaxassislari bilan birgalikda ushbu yo'nalishda o'rganish va tahlillarni tizimli ravishda davom ettiryapti. Departamentning Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan o'z navbatida aloqador tashkilotlar va boshqa jamoat tashkilotlarini jalb qilgan holda gaz sizib chiqish holatlarini oldini olish bo'yicha ogoh bo'lishga chaqiradi.